xalqim, ümid üzme ey ana yurt. Biz atlandık bu güreşke, o yıl taştak uyuşu. Allah verse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulup, zalimlarni yığlatkude. Boğuz gibi küçlük bulup, lepildeydu asminimda, göz çaplaytıp şu günü. Ay yıldızlık gök bayrağım, ey anam akan. Ay yıldızlık gök bayrağım, Şerqi Türkistan. Allah Halidem Hammam'nın özü. Abduri Gülşen Abdüqadir Seher. Tünügün bir ekranda payda bolğan Dilyar Musabay, İli oblastidagi chaqnagan marvayiti hammasi Halidem ablatni apamning jiroq tuqquni bo'ladi deb tenib oldi. Ammo ayni etak bilan yopqili bo'lmaydi. Dilyar Musabay bir tarafdan hammasidan tenib olsa, yana bir tarafdan 20 yildan buyon ko'migan bu so'zli shiram tuqqunning haq talab kollegiyasida ishlaydiganligi, haq talab kollegiyasining siyosiy jinoyatlarga hukm e'lon qilinmaydiganligi haqida xeyli cho'nqur izohat va qaynashlarda bo'ldi va ekranda Google tarjimasining xitoycha va uyg'urcha tarjima holatini ko'z tutib turib, sen qapoq boshlab bilmagachga men tarjima qilib qo'ydim degandek yumoristik iboralarni ishlatdi. Ammo xalqi shundaqla erlarning 70% jazo lagerlariga, turmalarga solingan g'uljida allaqachon haq talab qiladigan odamni qammagan bo'lib, ko'rinishga haq talab deb viviskani esib qo'ygan kollegiyalar va uning qarmog'idagi bo'limlarning hammasi siyosiy jinoyat xizmatini ishlaydi. Yana bir tarafdan Xi Jinping Halidemga unchula martaba va unchula ilg'or shaxslik tojlarini ikki xotinni muvaffaqiyatli ajrashtirib, mol-mulkini obdan taqsim qilib berganligi uchun bermaydi. Shu kunki ekranda u yana Amerikaning Virginia shtatidagi Dolan restoranining xo'jayinini Amerika sotining qo'ymachi deb e'lon qilganlik haqidagi bir sud hukmini ekranda nayt dodillik bilan ko'rsatdi. Men u hukmni darhol rasmga tortib olib, tarjima qilgan vaqtimda sud hukmidan qo'ymachilikqa oid bir so'zning yo'qligini, sudning bu dialoga qayta qarab chiqishi kerakligini o'xshagan bir mazmunni ko'rdim. Uyg'ur xalqi orasida uzoq tarixlardan buyon aytilib kelayotgan bir naqshi bor. Naqshning ismi Allah Halidem. Allah Halidem nomli bu suyimlik naqshida mundaq bir kublet bor. Allah Halidem hammamning qizi. Olmayman desam tegivag'an o'zi. Oldingdan qarab Qaşınğa köydüm, arqangdan qarab Halidem saçınğa köydüm. Bu naqshida saf va sabiy go'zal, iffat nomusliq Uyg'ur qizi Halidem madilangan bo'lib, Uyg'ur xalqi Xitoy 2016-yil jazo lagerlarini etishi bilan o'zining nurg'unlagan Halidemlardan ayrilib qolishga boshladi. Güzel Uyg'ur qizlarining simvoli bo'lgan Halidemlar ikki yo'lning açmaq do'qmishida ikki yo'lga ayrilishga boshladi. Biri jazo lagerining yo'li, yana biri Xitoyga bo'lgan cheksiz sodiq va sadoqatli yo'li. Ili vadisi Xitoyga nisbatan intayin muhim strategiyalik bir va'da bo'lib, 1944-yili G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan G'ulji shahri bu va'dani quchoqlab yotdi.
Bundan 25 yil ilgari bu shaharda g'olji qirg'inchiligi yuz bergan bo'lib, 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan yoshlar va cho'nglar o'q tutilib, turmalarga tashlanib, ko'chalarda Uyg'ur yoshlari ko'rinmaydigan holatga kelib, cho'ldarab qolgan edi. Yana nurg'un yoshlarimiz faqat 5 fevral kuni namoyishga chiqqanligi va yoki mashrabga qatnashib qolganligi sababidan hozirgacha Urumchi Bajaxu turmasi va Urumchi siyosiy jinoyatchilar 5-turmasida yotmoqda. Xitoy hech qachon bizdek ahmoq bo'lib, kim jinoyat o'tkazgan bo'lsa shunli jazolash deydigan adolatni yo'l qo'yib baqqani yo'q. Bu harakatga qatnashib qolgan har qanday bir kishining oila tavobatlari o'stirilish va ilg'or xizmatchi bo'lib baholanish u yoqda tursin. Hozirga qadar qattiq kontrollik ostiga ilinayotgan bo'lib, ularning pasport elish, xizmatga o'rinlashish ishlari intayin zo'r to'salg'iga duch kelgilik. Hozirga qadar ular Xitoy tarafidan bir inson o'rnida ko'rilib boqmadi. Mundaq oilalar davomli Xitoyning nazorati ostida bo'lib, har qatim Sharqiy Turkistonda bir harakat yuz berganda, bu kishilarning oilasidagi qarindoshlari va urug' tuqqanlari yig'ilish lagerlariga elib ketildi. Jazo lagerlari qurilgandan keyin 5 fevralga chetishlik deb qaralgan 5 fevral g'olji qirg'inchiligida tutilib jazo muddatidan to'shqizib qo'yib berilgan yoshlarning hammasi yana qayta turmalarga tashlandi. Yaqinda o'tkazilgan Uyg'ur sotiga guvohlik bergan jazo lageri shahidlarining Xitoydagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlari haqidagi guvohliklari vatanimizda yuz berayotgan qirg'inchiliklarning intayin az bir qismi. Buning ichida G'ulja eng ingravotgan shaharlarning biri. Nurg'unlagan Qaraqash, Bo'stonchach, Xali damlarimiz Xitoy jazo lagerlarida xo'rlanayotgan, ar nomisi oyoq osti qilinayotgan bir paytda yana bir Xalida Ablat Xitoy gazet jurnallarida maqtilib, ativolanib, Ili viloyati, Ili oblasti, Abdunum rayon, hatto mamlakatlik ilg'or shaxs munbarlarining chaqnagan marvayda bo'lib yurib o'tibdi. Demek, Uyg'urlarga düşmanning rahimsizligi soyasida yana bir marhamati soya tashlab yetibdi. Undaqda Xalidam Ablatga qandoq baho berish kerak? Chet ellardagi 70 yillik Uyg'ur davosini yaratmay oddiy bo'lib qoldi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur xalqining joni-jon siyosiy manfaatiga vakillik qilolmaydigan bo'lib qoldi. Mustaqillik deyilmayotdi va hokazo. Qisqasi men Xitoyga qarshi Dünya Uyg'ur qurultiyidan natijasi ustun da'vo qilaman. Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi deb imzo to'playman va bu imzorim 10 mingga yetganda imzoni ko'tarib Dünya Uyg'ur qurultiyini NED Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Birligiga chaqaman deb o'tirg'i chiqqan Xalidam Ablatning Avstraliyadagi jiyan o'g'li Dilyar Musabayni Xalidam Ablatga bog'lab tahlil qilish kerakmi? Yo'q. Intayin afsonarlik yeri shuki, chet ellarda yashayotgan ba'zi kishilarimiz bu jallod xinimni oqlashga, Dilyar Musabayni amal ba Xalidam Ablatga bog'lamay tahlil qilishga tirishyapti. Allah Xalidam Hammamning qizi degan bu naqshining chet ellardagi yangi varianti Allah Xalidam Hammamning o'zi bo'lib yana qaytadan aytilyapti. Ammo bek afsonarlik yeri shuki, Dilyar Musabay hammasi Xalidam Ablatdan tinib oldi. Bu masalaga Dilyar Musabayning hozir Amerikada yashayotgan apsi Sanavar Ablat qanday javob beradi ekan? Sanavar Ablatmi Xalida Ablat mening singlim emas deb tinib olamdi yoki hammasidan tangan o'g'li Dilyar Musabayni nonko'rlik bilan ayblamdi? Bu Sanavar Ablatning vijdoniga bog'liq. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, G'uljidan iborat Xitoyga nisbatan siyosiy sazgurligi intayin yuqori bo'lgunchi va terroristlar shahri, Uyg'urlarga nisbatan shahidlar shahri deb ataladigan bu shahardagi siyosiy qonun organlari, 3 darajalik soqchi idoralari, Xitoyning Uyg'urlarga qarata qilich planlayotgan jallodlik organlari,
Undaqda süzgüçleri intayın qattiq bo'lgan bu jallatlik organining süzgüçlerden aman esen ötüp yollarını oçuq öz xalqiga qarshi qilishlarining kaskin bo'lishiga Xolidam Ablatni muvaffaq qilgan narsa nima? Albatta, Xitoyga bo'lgan sodiqlik va sadoqat. Xolidam Ablatda Xitoyga bo'lgan yuqori darajadagi sodiqlik va sadoqatdan zarishlik masala ko'rilganda, Xitoy Xolidam Ablatning qo'lidagi kaskin qilishni tatib oladi. Fransiyadagi jazo lageri shahidi Gulbahar Xatovaji Xitoydagi vaqtida Xitoyga qarshi hech qanday ish qilmagan odatdagi bir Uyg'ur fuqarosi edi. Onun Fransiyadagi qizi namoyishga chiqqanligi uchun Xitoy Gulbahar Xatovajini jazo lageriga soldi. Yalqin Rozi, Farhat Tursun, Abduqodir Jaloliddin, Rahila Davud, Muhammad Salih qatorliq o'n minglagan sarxillarimiz Xitoyga qarshi ish qilmagan edi. Ularni chet elga va chet eldagi faoliyatlarga bog'lab jazo lagerlariga tashladi. Qiynab o'ldirdi. Nurg'unlagan ota-onalar faqat chet eldagi bolalarni ko'rib kelganligi uchunla jazo lagerlariga tashladi. Nurg'unlagan o'quvchilar faqat chet elga chiqib o'qiganligi va erkin demokratik ideyalar bilan tanishganligi uchunla jazo lagerlariga tashlandi. Xitoy allaqachon vatan ichidagi xalqimizning siyosiy taqdirini emas, balki nafas elish taqdirini chet ellardagi milliy bo'lgunchilik harakatlariga bog'lab belgilab keldi. Undaqda buncha rahimsiz dushmanimizning Hammam Xolidamga ko'zlayotgan buncha marhamati va shafoatining orqasida nima bor? Yapalaq til bo'yicha tasvirlaganda Xitoy Allah Xolidam Hammamning qizi nomli bu xalq naqsini Allah Xolidam partiyaning qizi deb aytibdi. Yana bir tarafdan uning chet eldagi jiyan o'g'li Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan nom ostida imzo to'playotdi. Agar bunchalik oddiy haqiqatni tushunmay, at aylaxonga, yo'l sarixonga qilayotganlar, dal men oldingi maqollalarimda ta'kidlab o'tib ketgan guruch ichidagi oq toshlardan iborat bo'lib, men o maqollalarimda aramizdagi guruch ichidagi oq toshlar bilan bundan keyin nayt rahimsiz shaklda 100% qarshilashadiganligimiz haqida to'xtalgan edim. Jallat xonimni oqlab Xitoyga Allah Xolidam partiyaning qizi nomli umumxo'rni aytishib berayotganlar dal guruch ichidagi oq toshlardan iboratdir. Xitoy vatanimizdagi har qanday bir Uyg'urni siyosiy va ijtimoiy jihatdan tahlil qilganda muqarrar holda chet eldagi tuqqanlarning siyosiy ahvoli bilan intayin chambarchas bog'lab tahlil qilib va shu kishiga to'n pichib keldi. Agar Xitoyning bu o'zgarmas prinsipiga qarshilik Dilyor Musobay bilan Hammam Xolidamni bir-biriga bog'lamay tahlil qilsak, o chaqda biz siyosiy sezgurligi intayin tuvan, to'limi oddiy kishilarga va o'lik jonlarga aylanib qolamiz. Vatanning shundaqla G'uljining siyosiy tarixidagi qo'rqinchli sud mahkamalarida, saqchi va boshqa qonun ijro qiladigan organlarda ikki xil kishilar ishlab keldi. Birinchisi, Xitoy qonun va prinsiplarining yo'chiqlaridan foydalanib, o'z xalqi va millatiga azroq bo'lsa-mu nafas elish imkoniyati yaratib berishning g'amida yurgan Uyg'ur sudchilar va saqchilar. Ammo noiti afsuski Xitoy jazo lagerlarini qurgandan keyin mundaq kishilarni 200 kadrlar qatorida tozalabdi. Afsus. Yana bir xili o'z xalqining manfaatlari adolatini oyoq osti qilish badaliga shon sharaf, huquq, mol dunyo vasvasasida Xitoyning qo'yniga o'zini etish va Xitoyga sodiq va sadoqatmanligini bildirish badaliga yuqori o'rlash. Qur'on Karimda huquq, pul, mol, dunyo va shon sharaf tamasida mazlumning yanida turmay, zolimning yanida turganlarning oqibatining qandoq bo'lganligi haqida tushgan bir sura bor. U bo'lsa-mu Fil surasi. Bir hammaning qizil bayroq savdosi bo'lib, yana bir jiyan o'g'lining ko'k bayroq savdosi bo'lib, ikki qutubga
lapildab turishiga Xitoy asla yo'l qo'ymaydi. Hatto buning shabsiz salla sezilib qolgan holatda Xitoy ichida nafas olayotgan har qanday bir amaldorning barar joyi jazo lageri va turma jazosi muddatsiz yoki o'lim deb pishiladi. Undaqda chet ellardagi Uyg'ur davosini kichik bir o'stan deb yaratmay, intayin kuchli holatda Sharqiy Turkiston dengizga sho'ng'iyotgan Dilyar Musabayning hammasi Xolidam nima uchun Xitoyning Uyg'urlarni qirib tugutish siyosatiga moslashib bera oladigan marvayit bo'lib borgancha chaqnayotdi. Agar biz bu savollar ustida o'ylanmaydigan bo'lsak, yoki biz yana Xolidamga yon besib va yoki texichi Dilyar Musabayni uning Xitoy marvayiti hammasidan ayirib tahlil qilish qarshimizda turayotgan bo'lsak, biz allaqachon yashayotgan o'lik jonlar bo'lib qolgan bo'lamiz. Vatanda shundaqla eli vadisda yana mundaq ikki xil kishilar yashaydi. Biri o'lgan bo'lsa-mu, hozirgacha xalq qalbida yashayotganlar. Yana biri yashayotgan bo'lsa-mu, allaqachon xalq qalbida o'lganlar. Ili 5 fevral qirg'inchiligining sarkillaridan Abduxalil Mejid, Hammad Mamtimin, Tursun Salay, İbrahim İsmail, Abdumejid Abdurahman, Abdukerim va shuningga o'xshagan Xitoy askarlari bilan bir etishib, Xitoy sharaf tojlarining eng ustida sharaf berib, tangdassiz margan oliy darajali qurolliq soqchi deb sharaflantirgan Longfei, Koyingchang, Nurlan, Abdurahman Payzi qatorliqlarni yer tishlatgan. Qancha mashina qurolliq askar bo'lganiga qaramay g'al-g'al titrab, o'lmay turib yer tishlab yotgan Xitoy askarlarining dumlarini dassab turib, Xitoy qo'rshavini bo'sib chiqib, G'ulji shahriga omon eson kelishga muvaffaq bo'lgan va Xitoy qatma-qat chegara tuzoqlarini buzib tashlab, almutiqcha kelalagan va dunyo adolatining rahimsiz qorong'uligi sababidan hozir yana Xitoy zindonlarida yotayotgan Hamid Muhammad, Qasim Maqbir, İlyas Nurdun, Ro'zi Muhammad, Abdurazzoq Shamshiddin, Abdusalom Shamshiddin hayot va yana biz ismini bilmaydigan nurg'un kurashchilarimiz shahid bo'lgan va yoki Xitoyning bir buyrug'i bilan qatl qilinish oldida turgan bo'lsa-mu, ular Uyg'ur xalqining qalbida mangu hayot. Ular Uyg'ur xalqining chaqnagan marvayitlari, suyimlik azimatlari. Ular Xitoyning chaqnagan marvayiti emas, balki Uyg'ur xalqining o'z ana vatanining chaqnagan marvayiti bo'lish yo'lini tanlaganlar. Ular garchi shahid bo'lgan bo'lsa-mu, ammo xalqimizning eng suyimlik o'g'illari. Ularning ruhi mangu ko'klaydi. Xolida Ablatga o'xshash huquq tamasi, shon sharaf tamasi, sharaf taxtisi tamasida o'z xalqining echinishlik taqdir qismatlari qarshisida turib, Xitoyga xizmat qilayotganlar garchi hayot yashayotgan bo'lsa-mu, mohiyatda o'lgan insonlardir. Agar chet ellardagi muqaddas Uyg'ur davoyimizning g'uluga mundaq xalq nazarida o'lganlarning bir tal qumi chaplashib qolgan taqdirda, Uyg'ur davosini bu bir tal qumning bulg'anishiga ruxsat qilmayman. Agar chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar mundaq bir bulg'anishga ruxsat qiladigan yuqorqi shahidlarimizga yuz kelmaymiz. Ularning hammasi 50 yoshdan halqigan Xolidamga silishtirganda ko'p yosh, eng yuqori bo'lganda 30 yoshlik navqiron yigitlar edi. Ular jonlari badliga o'g'il baldachilikning qandoq bo'lganligini, Xitoyga tuz pukmas Uyg'ur ruhiyatining qandoq narsa ekanligini Xitoyga toza yaxshi bildirib, agar kunlarning birida Uyg'urlarning qo'liga qurol tushib qolgan taqdirda Xitoyning qandoq bir oqibat bilan qarshilashganligini, kuchdimi battar bo'lgan Uyg'ur milliy ruhiyatining Xitoyga mangu tuz pukmaydiganligini jakolab ketgan edi. 5 fevral G'ulja Milliy Uyg'unish harakatining bayroqdori Sarka Abduxalil Mejidni yaxshi taniydiganlar Xitoyning G'ulja chapchal turmasida uning bilan sodlashganligini,
agar 5-fevral G'ulji namoyishining va mashrab harakatining xato bo'lganligini e'tirof qilib, partiyaning sodiq kishisiga aylansa, uning hayotini saqlab qoldiganligini, huquq va sharaf taxtisi ishiklarining uning uchun etildiganligini aytganda, Sarka Abduhalil Mejid bu va sharaflar qarshisida o'lim yo'lini tanlaganligini hikoya qilishidi. Chunki Abduhalil Mejid Xitoy sharaf taxtisidan o'rin olgan vaqtida Uyg'ur xalqining umidini puchulandırıp qo'ydiganligini, ruhiyatini sundirib qo'ydiganligini va har davrda bir ko'klab turadigan Uyg'ur milliy ruhiyatini o'ltirib qo'ydiganligini yaxshi biladi. Shunga Xitoyning bu diloda Sarka Abduhalil Mejid o'lim yo'lini tanladi. Maqalamni yezib dal mushiyaga kelganda, agar yanli Xolida Ablatni oqlaydiganlar, Dilya Musabay va boshqa ammatisi Xolida boshqa davatqanlar bo'lsa, yana bir qatim ularni o'lik jalla deb jakalayman. 19-asr Rus adabiyatining namoyandasi Nikolay Vasilyevich Gogolning O'lik jalla romani ayni davrdagi Rus millatining umumiy ahvolini yaxshi operasiya qilgan o'lmas asardir. O'lik jalla romanidagi bosh qahramon Chichiko o'lib ketgan insonlarni tirildirib, ya'ni aldamchilik yo'li bilan hukumat arxivlarida texi hayot yashayotgan kishi holatida anga oldirib, bu yo'l orqali katta yer egasi bo'lish, oxirida hukumatdan keldigan bajdan qutulib, o'ttir tabiqa sinifiga mansub bir kishidan esil zodlar sinifiga tava kishiga aylanish yo'lini tutgan bir personajdan iborat. Romandagi bosh qahramon Chichiko roman boshlanishi bilan intayin mukammal va aqlliq, shunaqla hamma sohadan xabari bor, siliq sipoyi, tarbiya ko'rgan bir kishi holatida o'tirg'a chiqadi. Amaliyotda bo'lsa, u intayin saxtipaz, aldamchi bir narsa bo'lib, o'qirmanlar kitobning o'tir va oxirgi bosqichlariga kelganda, asta-asta Chichikoning yolg'onchi va aldamchiliklari bilan tanishib, uningdan nafratlanishga boshlaydi. Chichiko bir tarafdan kishilarni sarang, hech nima bilmaydiganlar deb qarasa, yana bir tarafdan o'ziga o'xshash yolg'onchi va aldamchilarni o'z atrofiga to'playdi. Chichiko yana o'zining aldamchiliklarini oqlashga tirishadi va albatta, mundaq oson besh yo'li turgan yerda men nimishqa sinab boqmaydi ekanman deb ham haqsiz, ham kuchli qiyofatda maydonga chiqadi. Dangliq Rus yozuvchisi Gogol Chichiko obrazini orqali 19-asrda yashagan Rus millatining ruhiy bo'shliqlari va ichki jihatdan chirishlarini nayt ustunlik bilan qamchilaydi va qamchi adabiyotining bayroqdori bo'lib sanaladi. Gogol O'lik jalla nomli bu romanida ikki xil o'lik jallani qattiq qamchilaydi. Birinchisi, o'lik bo'lsin boshqalar tarafidan tirildirilgan kishilarni, ikkinchisi Rus jamiyatining hamma bulung pushqoqlarida ochiq-oshkora saxtipazlik va aldamchilik qilayotgan Chichikoni ko'rib va bilib tursa-mu, xuddi o'likda qarab turgan o'lik jallani. Undaqda 21-asrdagi Uyg'ur jamiyatida o'lik jallar bormi? Chichikolarchu xalq nazarida allaqachon o'lgan kishilarni terildirishga tirishayotgan Uyg'ur Chichikolarga hayronman. Ko'z oldimizda siyosiy aldamchilik qilayotgan, o'z vartasiga o'zi top urayotgan Uyg'ur Chichikolarning yanama nurg'un aldamchiliklar bilan o'tirg'i chiqishiga qarab turayotgan muhojiratga Uyg'ur jamiyatining ruhiy bo'shliqlariga va ruhiy chirishlariga hayronman. Agar oramizda Uyg'ur Chichikolar mavjud bo'ladi ekan va Chichikolarni tomosha qilib o'ltirdigan ruhi bo'sh, ruhi chirigan jamoat mavjud bo'ladi ekan, Uyg'urlar mustaqillik haqida yo'g'on gap qilmasimi bo'ladi. Bugungi programmamiz mushiyada oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.